Mashinani motorini ochib 100% lik gaz ustunovka qildirganingizdan keyin 70-30 sistemasini o'rnataman desangiz, iloji yo'q. Polli motorni almashtirishingizga to'g'ri keladi. O'shaning uchun 70-30 sistemasini ustunovka qildirsangiz, keyin 100% gazga o'tadigan bo'lsangiz, $500 bilan hal qilsa bo'ladi. Bu farqimizni ham chiroyli holatda 70-30 sistemasi, ya'ni motorlarni ochmagan holatda original jihozlarimiz bilan xudo xolasa metan ustunovka qilib berdik. Jihozlar bilan tanishsam, Mia blogi Alex brend bilan chiroyli holatda qo'yib berdik, ko'rishlaringiz mumkin. Reduktori AT12 original italyanskiy reduktor bo'ldi, farsunkasi ham original italyanskiy real farsunkalar bilan chiroyli holatda ustunovka qilib berdik. Tush holatiga bitta baho berasiz. Doim aytamiz, motor ochilmaydi, yog'-bu-yog' kovlanmaydi, hammasi idealniy holatda bo'ladi. Balon joyi keladigan bo'lsak, bitta 200 talik, bitta 100 talik va ikkita 100 talik bilan chiroyli holatda lentalarni yaxshilab tortib, rezinkalarni zo'r holatda ustunovka qilib berdik. Hammasi idealniy holatda bo'ldi. Bakini olib tashlasak bo'lmaydi, sababi doim aytganimizdek dizelda yuradi. Bitta knopka bilan dizelda, bitta knopka bilan 70-30 sistemasida harakatlanadi. Aka, siz ham agar motorni ochmayman, shunaqa yangi olganimdan keyin sal ko'nglim tortmayapti deydigan bo'lsangiz, sizga ham 70-30 sistemasini tavsiya etamiz. Akalar, shunaqa xizmatlar bo'yicha 100% gaz, 70-30 sistemasi, balon qo'shish, har qanday metanga oid xizmatlar bo'yicha bemalol pastdagi raqamlarga murojaat qilsangiz bo'ladi. Ishingizni chiroyli, sifatli va arzon narxlarda bitirib beramiz.